Assalomu alaykum hammaga. Hozir biz sizlar bilan Prezident maktabiga kirish imtihon testlarini matematika fani bo'yicha bitta mantiqiy masalasini ko'rib chiqamiz. Xo'p, savolni o'qib eshitiraman. Agar bu yil tug'ilgan kunimdan keyingi kuni 2 kundan keyin chorshanba bo'ladi desam, bu to'g'ri bo'ladi. Demak, bu yil mening tug'ilgan kunim haftaning qaysi kuniga to'g'ri keladi degan savol bizga berilyapti. Xo'p, bu yerda biz masalada berilgan aniq kunni birinchi o'rinda yozib olishimiz kerak. Bizda masalada aniq kun chorshanba berilyapti va 2 kundan keyin chorshanba bo'ladi deyilayotgani uchun chorshanbani eng oxiriga yozib olamiz. Chorshanbani eng oxiriga yozib oldik va 2 kundan keyin chorshanba bo'ladi deyilayotgani uchun 2 kun orqaga suramiz. 2 kun orqaga suradigan bo'lsak, bir kun oldin seshanba, undan oldin esa dushanba kunini biz olgan bo'lamiz. Va dushanba kunini 2 kun oldin deb bilgandan keyin javobni dushanba deb olishga shoshilmaymiz. Savolni yana bir marta o'qiymiz. Agar bu yil tug'ilgan kunimdan keyingi kuni 2 kundan keyin chorshanba bo'ladi desam deyilyapti. Shuning uchun biz agar bu yil tug'ilgan kunimdan keyingi kuni deyilayotgani uchun biz ushbu kundan yana bir kun orqaga qaytishimiz kerak bo'ladi. Dushanbadan bir kun oldin esa bizda yakshanba kuni mavjud. Va mana bizda endi to'g'ri javob topilgan hisoblanadi. Demak, bu yil mening tug'ilgan kunim haftaning qaysi kuniga to'g'ri keladi degan savolga biz yakshanba kuni deb javob berishimiz mumkin bo'ladi. Ushbu masala sizlarga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Xato va kamchiliklar bo'lsa sizlardan uzr so'rab qolaman va keyingi videolarda ko'rishguncha xayr deb xayrlashib qolaman.